Kun so'q, qish tamom kelgani. Qilashga. Bu temperaturani o'lchash uchun emas. Bu texnologiya desang ham bo'ladi, ideya desang ham bo'ladi. Deb jilka aldirganmiz. Mana bundaydan milixdan shurupdan o'tib turibdi. Yaxshi borib kelish uchun. Buni elib qo'ysak, ichkadan ilsang ochilmay qoladi, sirtdan ilsang sirtqadan ochilmay qoladi. Lutchi shunday vech qilganmiz buni. Açasan, buna ko'tariladi. Yeyverasan, o'zi yog'adi. Endi kuchli shamolda bu ishlamay qolishi mumkin. Shuning uchun mana bunday vejam qo'yib beramiz. Mana. Kun suvatir, hamma klinkaga o'tib Endi issiq hozir deb. Menimcha uyning pagodasidan issiq shu. Mana buni ikkinchi yoq. Açasan, uch ko'tarib ketyapti mana baklashini. Mana bunday bildirib qo'yibmiz. Yeyverasan, o'zi yog'adi. Yaxshi yurish uchun, jilkani yaxshi yurish uchun bunday deb shurupga o'tirib qo'yibmiz mana. Yaxshi yuratdi, banat ham shunday mana. Açasan, uch ko'tariladi, yeyverasan, mana yog'iladi. Mana deylik kilo bilan litr to'g'ri keladi desak, 1 kiloliq og'irlik bosib turibdi-da pastga. Shunday narsa qilsangizlar bo'ladi. Endi men ham o'ylab topgan vajim emas, men bir yerda ko'rib qoldim-ma, bir narsa qilib edim. Endi shuni ulashing deb o'tirman-da men ham. Yaqqan bo'lsa, like bosib qo'yasizlar. Shunday klinka qag'aton tanishlaringizga yeyib berasizlar videoni. Agar shundan ham qiziq variantlar bo'lsa, kommentariyaga yozib ketasizlar. Endi bilmagan o'zida bilib qo'ygan yaxshi bo'ladi.